Uyghur tilini ügünüş nima üçün muhim? Bir til qandaqdır noqul holdagi aloqalashish quroli bo'libli qolmasdan, u bir millatning va bir odamning ruhi bilan, ong tafakkuri bilan, til bilan ifodalab berish tas bo'lgan hissiyotlar bilan bog'langan bo'ladi. Agar til unutilsa, odamning bir millatga xos bo'lgan ruhi bilan shu odamning tafakkuri orasidagi rishta uzilib ketadi va yiltizi ko'milib ketadi. Uyg'ur tilining ichida Uyg'ur millatining tarixi va ruhi bor. Uyg'ur tili qandaqdir nurg'un so'zliklar va o'zgacha grammatikalik qoidalarning gavdisi bo'lmasdan, balki Uyg'ur ma'naviyatining moddiy dunyoda ifodalanish shakli. Uyg'ur madaniyatini Uyg'urlarning ruhiy dunyosidan moddiy dunyoga to'shiydigan bir qatnash vositasi. Uyg'ur tili jiroq qadimki ajdodlarimizning ruhiy va iddiyasi. Biz yashagan tuproqlar va beshimizdan kechirgan qismatlardan hosil bo'lgan ruhiy holatlar, vujudimizdagi kuch-quvvat va aql farosatlarning bir yig'indisidan iboratdir. Uyg'ur tilini o'rganish shuning uchun muhimki, birinchi, til bir millatning ijtimoiy qurilmasi uchun bek muhim bo'lgan bir parcha. Chunki bir millatning kishilari o'rtaq til orqali aloqalashadi va o'zlarini shu bir millat sifatida ifoda qiladi. Agar til yo'qolsa, kelgusi avlodlar o'zlarining madaniyatini to'liq tushunadigan intayin muhim bir parchani yo'qotgan bo'ladi. Bu omil tilni madaniyat meroslarining ichida eng oson hujumga uchraydigan tarafga aylantirgan. Shunga bir millatning tili o'z madaniyatini saqlab qolishda kuchlik asos bo'lib qolmasdan, bir madaniyatning yo'qolishidagi eng ojiz halqiga aylangan. Bir madaniyatni yo'qotishni ko'zlaganlar eng avval mushu ojiz nuqtaga hujum qiladi. Ikkinchi, til yo'qolganda shu tilda so'zlashuvchi millatning madaniyat bilimlari va uni bilishdagi ong davom qilmaydi. Chunki uni yetkazadigan o'qitish, urf-odat, an'ana va boshqa miros qoladigan bilimlar ana tilda keyingilarga yetkazilishdan to'xtaydi. Uchinchi, bir til yo'qoladigan insonlar orasidan bir tafakkur, ilm dunyosidan bir bilim manbasi yo'qoladi. Tilshunoslikdagi, tarixdagi, antropologiyadagi, psixologiyadagi bir o'zgachilik va boylik yo'qolgan bo'ladi. Uyg'ur tili bir qabilaning yoki kichik qavmning tili emas, balki insoniyat madaniyatiga cho'nqur iz qoldirgan bir buyuk millatning tili. To'rtinchi, tillar insoniyat jamiyatining taraqqiyoti va o'zgarishi davomida mavjud bo'lib, yuksilib keldi. Bir millatning tili uning butun tarixi bilan bog'langan bo'ladi. Uyg'ur degan bir so'zning o'zila bizning tariximizni eng qadimki chog'largacha boshlab bordi. 5. Til aniqki bir millat uchun bo'lmasa bo'lmaydigan qurol. Millat til vositasi bilan o'zining siyosiy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy hayotini ilgari surdi. Bir millatning uyushishi tilning qudrati bilan amalga oshadi. 6. Bir til bir millat uchun faqat ideya ifodalashdiki, o'zaro tushunishdiki, qimmat qarashlarini almashtirishdiki vosita bo'lib qolmasdan, balki ijtimoiy kimligini namoyon qilishdiki asosiy belgi hisoblanadi. 7. Onaning tili bola qalbiga xuddi ona suti bilan singandek, odamning bola chig'ida yaxshi ko'rgan va so'zlagan tili uning ruhiga singadi.
bir til orqali singan mehr muhabbat va yaqinlik bir millatning odamlarini bog'lab turadigan rishta. Til orqali millatning odamlari bir-birini tanıydı. Özlerining bir qonga tava ekanligini biladi. Biz Uyg'urlar til orqali bir-birimizga bog'lanib turamiz. Bu qimmatlik umumiy hissiyat biz yo'qotsak qat'iy bo'lmaydigan narsa. 8. Til madaniyat tuqqanchiligi hissiyatini tutib turishdagi muhim omil. Agar chet elda natija qozongan bireylarning Uyg'ur ekanligini bilginimizda, shu shaxsning biz bilan bir tilda so'zlaydigan odamligini bilginimizda, buningdan xo'shallik va faxr his qilamiz. Agar Uyg'ur tili orqali yaxshi o'qib chiqqan va bu tildagi bilimi orqali yaxshi xizmatga erishganlar bo'lganida, Uyg'ur tilida so'zlash kuchi butun odamning ijtimoiy kimligini ifodalashi uchunmi shuncha yaxshi bo'ladi. 9. Bizning tilimiz bizning kim ekanligimizning bir qismidir. Bizning tilimiz bizga biz bilan o'xshash tilda so'zlashadiganlarga bo'lgan kuchlik tavallik tuyg'usi bersa, biz bilan o'xshamaydigan tilda so'zlashadiganlarga qarata kuchlik farq tuyg'usi berdi. Agar birisi tilimizga hujum qilsa, tilimizni kamsitsa, biz butun millat hujumga uchragandek va kamsitilgandek tuyg'uda bo'lamiz. Bir tilni chetga qoqqanlik, ashu tilda so'zlashadiganlarni chetga qoqqanlik bo'ladi. Tilimizga bo'lgan hurmatsizlik bizga qilingan hurmatsizlik bo'ladi. 10. Til kimlikni ifodalashdagi eng muhim omil va millatning kimligini saqlashdagi ochqich. Bo'libmi Uyg'urlardek chetga qilayotgan va kimligi tahdidga uchrayotgan bir millat uchun til Uyg'urlarni boshqa kimliklardan, bo'libmi Xitoy davlati kimligidan ayiradigan eng zo'r o'xshamaslikning biridir. Tilimiz bizni Xitoydan va Xitoy davlati ichidagi boshqalardan farqlantirib saqlab turdi. Til bir millatning madaniyatidagi eng gavdalik bir taraf. Agar til yo'qoladi ekan, shu millatning madaniyatining asosiy qismi yo'qoladi. Bir millatning madaniyatini saqlab qolish uchun shu millat so'zlashadigan tilni saqlab qolish kerak. Assalamu alaykum, mening ismim İbar. Özünü Uyghur deb hisoblaydigan har qanday bir kishi chuqur Uyg'urcha bilish kerak. Uyg'urcha bilmay turib, men Uyg'ur deyish bek kulkilik. Assalamu alaykum. Mening ismim Oğuz. Ben Uyghur bo'lganligim uchun tilimizni o'rgataman. Til bir millat uchun bek muhim. Men Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Shu sababdan ana tilimizni o'rganishning qanchalik qiyinligini bilaman. Assalamu alaykum. Mening ismim Tufa va mening Uyg'ur tilini o'rganishdagi sabablarim nurg'on. Mening Uyg'ur tilini saqlab qolishga yordam qilgan bor. Shundaqla ummatning barliq aqlli tillarini so'zlay oladigan tarixiy musulmon ulamolarga o'xshash bo'lgan bor inshaalloh. Assalamu alaykum. Mening ismim Yusuf. Men kimligimni saqlash uchun Uyg'urcha o'rganaman. Agar men Uyg'urcha bilsam, kelgusida balalarimni Uyg'urcha so'zlayolmaydigan bo'lib qoladi. Uyg'urcha bilmasak, to'qqiqlarimiz bilan aloqamiz kesiladi. Ya'ni Uyg'urlik kimligimizdagi bir halqa uzilib qoladi. Kelinglar birlikda Uyg'urcha o'rganaylik. Kelinglar birlikda Uyg'urcha o'rganaylik. Kelinglar birlikda Uyg'urcha o'rganaylik.